Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugun sizlar bilan biz atmosfera haqida gaplashamiz. Atmosfera Yerni o'rab turuvchi havo qobig'i hisoblanadi. Uning hosil bo'lishi Yerning tortish kuchi natijasida havo qobig'ini Yer o'ziga tortib turadi va u demak barcha organizmlarga bosim beradi. Bu bosimni nima uchun inson sezmaydi? Misol uchun hozirgi turgan normal holatimda menga 130 kilogramm atmosfera bosimi tushadi. Lekin ichki bosim bilan muvozanat holatida bo'lganligi uchun biz atmosfera bosimini sezmaymiz. Atmosferaning gaz tarkibiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, atmosferaning gaz tarkibi 1774-yilda fransuz olimi Lavoisier tomonidan aniqlangan. Unga ko'ra, uning tarkibi 78% azotdan, demak 78% azotdan iborat, demak 21% kisloroddan va 1% inert gazlardan iborat hisoblanar ekan. Demak, atmosfera gaz tarkibi mana shu asosiy elementlardan iborat. Atmosfera demak qobiqli, ya'ni tuzilishga ega hisoblanadi. Atmosferaning demak quyi qatlami bu troposfera hisoblanadi. Troposferadagi xususiyatlar yog'inlar hosil bo'lishi, shamollar aylanishi aynan mana shu troposfera qatlamida bo'ladi. Ya'ni asosiy hodisalar, biz bilgan tabiat hodisalari demak troposfera qatlamida kuzatiladi. Endi troposferaning balandligiga e'tibor beradigan bo'lsak, troposferaning balandligi agar u demak ekvatorial, ya'ni Yerning markaziy qismida bo'lsa 17 kilometr, demak 17 kilometrga teng. Agar u qutblarda bo'lsa 8-9 kilometrga teng. Endi O'zbekiston hududida Yerning markaziy qismida uning o'rtacha balandligi 11 kilometrga teng. Agar bizdan masala tushadigan bo'lsa, troposfera qatlamidan 10-11 kilometrdan balandda deydigan bo'lsa, u boshqa qatlamga o'tib ketadi. Demak, aynan mana shu xususiyatlar bilan qatlamlar. Birinchi qatlam troposfera, ikkinchi qatlam stratosfera. Qatlam degan ma'noni bildiradi o'zi. Qalinligi 50-55 demak kilometrni tashkil qiladi. Endi boyagi biz yuqorida ko'rib o'tgan havo harorati 1000 metrda o'zgarishi stratosfera qatlamiga kelib yo'q bo'ladi. Endi stratosferaning asosiy xususiyati bizga yaxshi ma'lum bo'lgan ozon pardasining mavjudligi hisoblanadi. Ozon pardasi Yerdan 20-25 kilometr balandda joylashgan ultrabinafsha nurlarni ushlab turuvchi asosiy qatlam hisoblanadi. Undan balandroqda stratosfera joylashgan, o'rta degan ma'noni bildiradi. Undan keyingisi demak termosfera joylashgan, issiq degan ma'noni bildiradi. Bu ionosfera ham deb ataladi. Bizga yaxshi ma'lum bo'lgan radiatsiya nurlari aynan mana shu qatlamda ushlab qolinadi. Undan keyingi qatlamimiz esa egzosfera tashqi hisoblanadi. Yulduz uchishi demak va boshqa hodisalar aynan bizda egzosferada bo'ladi. Endi atmosferani o'rganish inson uchun nima uchun zarur? Bizga yaxshi ma'lum bo'lgan havo massalarining yo'nalishiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana iqlim xaritasiga qaraydigan bo'lsak, havo massalari bu iqlimni oldindan aytib berish uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ya'ni O'zbekiston misolida ko'radigan yoki dunyo bo'yicha ham ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun Janubiy Sharqiy Osiyoda bizga yaxshi ma'lum bo'lgan musson shamollari mavjud. Ya'ni Janubiy Sharqiy musson, boshqa musson shamollar bular faqatgina yoz oylarida quruqlik tomon esadi. Qishda esa quruqlikdan dengiz tomon havo massalarining esishi Janubiy Sharqiy Osiyoda yog'ingarchilikning deyarli kuzatilmasligi sabab bo'ladi. Ya'ni yog'ingarchilik kuzatilmasligiga sabab aynan mana shu havo massalarining yo'nalishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni yoz oylarida dengizdan quruqlikka, qish oylarida esa quruqlikdan dengiz tomon havo massalarining esishini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni havo massalarining yo'nalishiga qarab turib bizda ob-havoni oldindan aytishimiz mumkin. O'zbekiston hududiga e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekiston hududining joylashgan o'rniga qarab turib ob-havo massalarining yo'nalishini aniqlab olishimiz mumkin hisoblanadi. O'zbekistonning joylashgan o'rniga e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekiston Yevroosiyo materikining markaziy qismida joylashgan. O'zbekiston hududiga havo massalari qaysi tomondan ta'sir ko'rsatadi? Bizga O'zbekistonning janubiy qismidan havo massalari ta'sir ko'rsatmaydi. Sababi bu yerda Turkman Xorason tog'liklari joylashgan. Demak, Hind okeanidan bizga bevosita to'g'ridan to'g'ri havo massalari yetib kelmaydi. Sharqiy tomonga e'tibor beradigan bo'lsak, sharqiy tomondan keladigan havo massalarini
joylashgan o'rniga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda Tinch okeani bor. Tinch okeani birinchidan bizdan ancha uzoqda, ikkinchidan esa bu joyda demak tog'liklardan iborat. Mana bu Qirg'iziston hududi Tian Shan tog'liklarining borligi havo massasining o'tishiga to'sqinlik qiladi. Bizga yog'ingarchilik qaysi tomondan keladi desangiz, bu yerda O'rta Yer dengizi orqali va Qora dengiz orqali Atlantik okeani bo'ylab umumiy ravishda havo massalari yetib keladi. Unda ham bu yerda Kavkaz degan tog'liklarimiz bor. Kavkaz tog'liklari o'shalardan o'tib turib, keyin O'zbekiston hududiga keladi. Ya'ni havo massalarining yo'nalishiga qarab turib biz ob-havoni oldindan ayta olamiz. Demak, g'arbiy hududlarda yog'ingarchilik kuzatiladigan bo'lsa, O'zbekiston hududiga ham yog'ingarchilik kirib kelar ekan. Aynan mana shu havo massalarining yo'nalishiga bog'liq ravishda g'arbdan kirib keladi bizda yog'ingarchilik, shuning uchun ham qibladan yog'ayapti yomg'ir deymiz. Endi sovuq havo massalari bizda Shimoliy Muz okeanidan qish mavsumida kirib keladi. Ya'ni Shimoliy Muz okeani orqali Rossiyada agar havo harorati keskin sovib qor yog'ayotgan bo'lsa, bilingki, demak 5-6 kundan keyin bizga yetib keladi. 2 kundan keyin misol uchun Qozog'istondan keyin O'zbekistonga yetib keladi. Shuning uchun ham teraska ayvonlarni qurayotganda biz ko'proq demak uyning old tarafini janub tarafga qarab quramiz. Sababi janubdan bizda yog'ingarchilik bo'lmaydi, sovuq havo massalari ham kirib kelmaydi. Aynan mana shu demak havo massalarini bilishimiz atmosferaning o'zgarishi va iqlimlarning bugungi kundagi eng muhim mavzulardan biri hisoblanar ekan.